Bu modelni siz bahorga albatta sotib oling. Overshort bu model oxirgi yillarda juda ommalashib ketdi. Minimalizm stilda ishlangan bo'lib, overshort ko'zga qattiq tashlanmaydigan bo'ladi, kapyushoni bo'lmaydi. Ko'p holatda zamok o'rniga tugma ishlatishadi. Va bitta qaraganda u obычный standartli ko'ylakka o'xshaydi. Bu model universal bo'lib, smart casual stiliga to'g'ri keladi va go'da tikilgan matosidan kelib chiqqan holatda klassika bilan ham kiysa bo'ladi. Xo'p, shunda bahor uchun overshort modelimizda qanaqa materialdan tikilgan bo'lishi kerak? Birinchisi bu yubka shers, kashmir yoki denim ham bo'lishi mumkin. Bu materiallar asosan bahorda birinchi yarmi sal salqinroq havo bo'lganda o'shanda kiyishga mo'ljallangan. Paxta va lyum bo'lsa, iliqroq havoga ideal variant. Ranglarni ham iloji boricha ochroqlarini tanlagan ma'qul. Ulardan oddiy rang, bejeviy rang bo'lishi mumkin, och havo rang, xullas bazaviy ranglar. To'q rangli overshortlar bo'lsa, ko'p holatda strogi obrazliga to'g'ri keladi. Overshort o'zini bo'lsa nima bilan kiysa bo'ladi? U boradigan joylarga qarab har xil obrazlar yasasa bo'ladi. Jinsi, krossovka yoki kiydi ichidan bo'lsa oq futbolka kiysak, mana sizlarga casual obrazi ham tayyor. Polo klassika shim, lofer, ichidan bo'lsa yengi uzun bir sviter kiysak bo'ladi, yupqaroq yoki bir ko'ylak kiysak ham bizga smart casual obrazi ham tayyor bo'ladi. Va oxirgisi bu maslahatim, overshort ustida svoboda joylashgan bo'lishi kerak. Chunki ichidan futbolka yoki bir ko'ylak kiyganingizda harakatingiz ham komfortli bo'lishi kerak. Uzunligi beldan sal pastroq bo'lsin, lekin soningizni to'liq qoplash kerak emas.